Srochniy narxida 55 ming dollarga mana shu xonadonimizni sotuvga chiqaryapmiz. Nazarbek tekstil, Obod to'qmaqchi mahallada bu xonadonimizda joylashgan. 3 sotuvga tushgan, 5 ta xonasi bor, 2 ta sanuzuli bor, hovlisida ham hojatxonalari bor xonadon bo'lyapti. Bu yoq tarafda bitta naves bor, zeleniy zonasi bor, tashqarida hojatxona bor, bu yoq tarafda ham zeleniy zonasi bor. Kattagina podvali ham bor ekan. Endi xonalarning ichini planirovkalarini bitta ko'ramiz. Mana shunaqa 3-4 ta zina bilan shunday chiqiladi. Xonadonimiz uzun koridor bo'ylab bo'ladi. Xo'p, chap tarafimizda bitta oshxona, chap tarafda bitta oshxona, korobka holatda bo'lyapti bu xonadonlarimiz. Xo'p, bu yoq o'ng tarafda bitta kattagina zal bo'lyapti. Xo'p, bu yoqda yana bitta xona bo'lyapti. Bolalar uchun yotoqxona desak ham bo'ladi. Mana bu yerda bitta garderobni qilingan ekan. Xo'p, bu yoq tarafda bitta sanuzul bo'lyapti. Bu yoqda kattagina sanuzul. Xo'p, bu yoq chap tarafimizda ham bitta xona, havo aylanadigan joylar bor. Yaxshi sifatli mahsulotlarda qurib qo'yilgan ekan. Bu yoqda ham yana bitta xonasi bo'lyapti. Bu yoqda yana ota-onalar uchun yotoqxona, havo aylanadigan joylar bor. Sanuzuli bilan birga bo'lyapti. Bu xonadonimizni ko'rdinglar. Bu xonadonimizning narxi 55 ming dollar startli bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqinglar. Xudo xolisa bir 10 ming atrofida pul tiqsanglar, zo'r xonadon bo'ladi. Fayzli, chiroyli mahallada bo'lyapti. Qaranglar xonadonning kengligini mazza qilib yashab o'rsa bo'ladigan xonadon. Aloqaga chiqinglar, chiroyli narxda inshaalloh barakasini qilib o'rsa bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.